Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqadiki 250 tacha odam umra safariga ketishyapti-yu, aeroportning zalida o'tirishibdi-da. Bir mahal ro'yxatga oladigan odam 3-chi bu yo'lakdan kelinglar, umra safariga O'zbekiston Jidda yo'nalishi bo'yicha uchishga yetganlar ro'yxatga olish boshlandi. Hujjatlaringni olib kelinglar. Kimlardir so'mkasidan, kimlardir chorsidan, kimlardir cho'ntagidan, ag'dan bag'dan topishib qo'llarida ushlab turishibdi-yu, bir mahal bir 80lar atrofidagi bir opoqi timtilanib qoldilar. So'mkada yo'q, chorsida yo'q, cho'ntagida yo'q, ag'da bag'da oqtaryaptilar, yo'q, uyda qolib ketibdi. Ro'yxatga oladigan odamni oldiga bordilar. O'g'lim, o'tkazib yuboraver. Hamma yo'g'i to'langan, puliga cho'r to'langan. O'tkazib yuboraver. Yo'q. Biz o'tkazganimiz bilan hujjatingiz bo'lmasa Jiddadan yo Madinadan qaytasizda. Iloji yo'q. O'g'lim deb Xudoning zorini qilibdilar-da. Iloji yo'q. O'g'lim 2 soat borish, 2 soat kelish, 4 soatga samolyot kutib turmaydi. Jon o'g'lim. Yo'q. Shunday tizzalarni yerga qo'yibdilar-da, qo'llarini Xudoga ko'tarib, "Ey Robbim, men qari bo'lsam ham sen qarimassan-ku. Ey Robbim, men esdan chiqarguvchi bo'lsam ham sen esdan chiqarguvchi emassan.